Eski Tahoe bilan yangi 2025 Tahoe'ning nima farqlari bor? Sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Old oblisovkasi 2024 eski Tahoe'ga qaraganda ancha katta va derski ko'rinishda. Eskisida faralari tepada joylashgan edi, yangisida bo'lsa dalniy bilishlikni duxoni orasiga joylashtirishgan. Amerikan chirog'i 2 barobar kattalashtirilgan. R24 razmerdagi diski mashinani yana ham bahaybat ko'rsatadi. Eski Tahoe'da 0 dan 100 gacha 7,5 sekundda 503 litrli motor bilan chiqqan bo'lsa, yangi Tahoe'ning motori yana ham agressivning 602 litrli bahaybat motor bilan 0 dan 100 gacha 508 sekundda chiqasiz. Bu 2,5 tonnaga zo'r natija. Mashina baland, chiqish oson bo'lishi uchun elektron parog. Bose akustikasida konsert zalida o'tirganda maza qilib eshitib turasiz. Salondagi o'zgarishda head-up display, kattagina monitor, rul dizayni o'zgartirilgan. Mana bu shpun material bo'lsa, salonga o'zgacha hashamat berib turibdi. Daji yangi Tahoe'ni orqa farasidan bitta dajat olsangiz bo'ladi. Chevrolet mashinalarining ichida eng zo'r duh beradigani bu Tahoe bo'ladi. Siz ham niyat qilgan bo'lsangiz bitta like bosib qo'ying. Bu videoni Tahoe'ni yaxshi ko'radigan yaqinlaringizga tez jo'natib qo'ying.